Orqamdagi fasonchani ko'ryapsizlarmi? Aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Yana bitta obyektimizni biz tugatdik va nihoyat bu obyektimizga biz Marlboro mahsulotlarini ishlatdik. Hozir men sizga buni ko'rsatib boraman. Video davomida yana ko'rib borasizlar. Mana fasonchalarni qildik. Mana metallarimizni yopishtirib berdik. Mana chiroyli qilib. Xudo xolasa. Mana bu mahsulotlarimizni ishlatdik. Mana Marlboro marmariya deydi. Buni charxlash ham kerak emas. Chunki uni o'zi glansi bor. Mana ko'rib borishingiz mumkin. Uni faqat kelmada, ya'ni andavada 1-2-3 marta yaxshilab suvni mana sergandan keyin tindirib chiroyli andava qilish kerak bo'ldi. Mana bu Marlboro mahsulotimiz mana. Turkiya va O'zbekiston, Germaniya texnologiyasi bo'yicha qilingan. Xudo xolasa nasib etsa biz buni yana qolgan obyektlarni qilib boramiz, qo'yib boramiz videolarimizni. Hozir video davomida qilgan ishlarimizni ko'rib boringlar. Agar kimda shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, ustalarimizga mana Marlboro mahsulotlaridan bemalol mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.